Nexia 3 zo'rini so'raganmidilaring, mana olib kelib qo'ydik. 2022-yil. Avtomat korobka, 60 ming probeg, kraskasi 100% toza. Shoninglar yumshoq balonlari bor. Gard yo'qmagan Nexia so'raganlar uchun 100% top toza. Diskalarni qarang, balonlarni qarang. Tosh tegmagan. O'zimiz bitta ukamizdan oldik buni. O'zi salondan olib haydagan. Ichlari motiv bo'lib turibdi. Holatlari yaxshi, 60 ming probegda. Benzinda mashinamiz paroklarigacha qirilmagan. Kalinkalarni qarang, tosh tegmagan. Chotki bo'lib turibdi. Nexia 3 ni oq kelsa, kamroq yurgan avtomati bo'lsa aytinglar deganlar uchun mana olib kelib qo'ydik. Bagaji holatlari zo'r turibdi. Ichlarini ko'rsataman. Zapaskalari tushmagan. Holatlari ideal. Endi buni maqtashga kerak yo'q. Kelib, ko'rib, o'zingiz baho berib ketsangiz bo'ladi. Idealni Nexia 3 2022-yilda ishlab chiqarilgan 60 ming probeg, kraskalar absolyutni top toza, benzinda 8800 dollarga berib yuboramiz. Bitta ukamizdan olganmiz buni. Agar fikrimiz o'zgarib, gaz qo'yadigan bo'lsa, gazni narxi qo'shiladi. Lekin hozir holat bo'yicha 8800 dollarga baraka qo'ysalaring bo'ladi. Idealni 22 Nexia so'raganlar uchun past raqamni qoldiramiz. Kelib, ko'rib, naqd variant barter xizmatidan foydalansalaring bo'ladi. Yaxshi mashinalar hafta lochinda bo'ladi. Obuna bo'lib, like bosish eslaridan chiqmasin. Nexia qidirib yurgan do'stlaringga tashlab qo'yasizlar.